Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Temur tuzuklari kitobini taqdim etadi. Amir Temur shaxsini idrok etish tarixni idrok etish demakdir. Amir Temurni anglash o'zligimizni anglash demakdir. Amir Temurni ulug'lash tarix qa'riga chuqur yozayotgan tomirlarimizga, madaniyatimizga, qudratimizga asoslanib buyuk kelajagimizni, ishonchimizni mustahkamlash demakdir. Temur tuzuklari Amir Temurning harbiy va siyosiy faoliyatidan ma'lumot beruvchi tarixiy asar. Tuzuki Temuriy, Tuzukoti Temur, Malfuzoti Temuriy va Voqeati Temuriy nomlari bilan ham atalgan. Asar ikki qismdan iborat. Birinchi qismda Amir Temurning tarjimai holi, ijtimoiy-siyosiy faoliyati, uning Movarounnahrda markaziy hokimiyatni qo'lga kiritishi, siyosiy tarqoqlikka barham berishi, markazlashgan davlat tuzishi, 27 mamlakatni shu jumladan Eron, Afg'oniston, Ozarbayjon, Gruziya va Hindistonni o'z tasarrufiga kiritishi, Oltin O'rda hukmdori To'xtamish, Turk sultoni Bayazid I Yildirimga qarshi harbiy yurishlari, ulkan saltanatini mustahkamlash uchun turli ijtimoiy tabaqalarga nisbatan qanday munosabatda bo'lganligi buyuk sohib Qur'on tilidan ixcham tarzda bayon etilgan. Ikkinchi qism mashhur Jahongirning farzandlariga atalgan o'ziga xos vasiyat, pand nasihatlari va o'gitlaridan iborat. Unda davlatni idora etishga kimlarga tayanish, toj taxt egalarini tutumi va vazifalari, vazir va qo'shin boshliqlarini tanlash, armiyaning tuzilishi va jang olib borish qoidalari, sipohiylarning maoshi, mamlakatni boshqarish tartibi, davlat arboblari va qo'shin boshliqlarining burch va vazifalari, amirlar, vazirlar va boshqa mansabdorlarning toj taxt oldida ko'rsatgan alohida xizmatlarini taqdirlash yo'sini va boshqa xususida gap boradi. Asar Amir Temur davridagi o'zbek davlatchiligi tarixini o'rganishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Temur tuzuklarining fanda qayd etilgan ilk nusxasi eski o'zbek tilida bitilganligi ma'lum. 1967-yil taniqli alloma Alixon To'rasog'uniy asarning O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari bosh idorasining kutubxonasida saqlanayotgan fors qo'lyozmasidan o'zbek tiliga tarjima qilib, uning bir qismini Guliston jurnaliga e'lon qilgan. Temur tuzuklari bir necha bor nashr qilindi. Asarning turli faksimile nusxalari ham o'quvchilar e'tiboriga havola etildi.